Shovot xalqi uchun zo'r yangilik. Endi bolangiz bo'ladigan bo'lsa, arzon narxlarda kiyim-kechaklarni sotib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu yer nerda deysizlar, mana Xalq bankini hammang bilasizlar. Yon tarafda avvalgi pochta, shu pochtadan o'tib kelsangiz ham bo'laveradi. Bu yangilik hamma uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda kiyimlarda hattoki bozor bahosidan 30-40% gacha arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin bo'ladi ekan. Asa obzor etamiz. Qani getdik. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, bolalarimiz uchun har xil kiyim-kechaklar bor ekan bu yerda. Klassikalar bor ekan, har xil sovg'alar, mana bolalaringiz uchun, mana kiyim-kechaklar, kattalar uchun, mana ko'rib turganingizdek, farzandlaringiz uchun hamma narsani bu do'kondan topsangizlar bo'laveradi. Bu yerdan 500 ming so'mlik xarid qiladigan bo'lsangiz, ina shu korzinkani podarka etib berar ekanlar. Bu yerdan birganasi qolibdi. Bu ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun dim kerak bo'ladi. Ondan tashqari mana 250 ming so'mdan 300 ming so'mdan ko'p xarid qiladigan bo'lsangiz, ina shu podarka, shu gullarni kayfiyatingiz uchun yangi yil elde podarka etib berar ekanlar. Bundan ham soni cheklanganda tutdi. Do'konimiz yangi ochilgani munosabat bilan ko'p narsa arzon. Masalan, ina shular 50 ming so'm sotilgan do'ykalarimiz 35 ming so'mdan sotib qo'yildi. Pastdan ham qizlarimiz uchun do'ykalar bor ekan, 70 ming so'mdan sotilgan, 50 ming so'mga tushib qolibdi. Bunda depada ko'rib turgan bo'lsangizlar, qizlarimiz uchun chiroyli shoyi ko'ylaklar bor. 50 ming so'mda bular ham 35 ming so'mga tushibdi. Bu yerda bog'chalar uchun ham hamma bolani bir xil kiyimda qo'yaman desangizlar, bunda futbolkalar bor ekan, bularning o'zi bahosi 16 ming so'm, 15 ming so'm sotilgan ekan, lekin hozirgi vaqtda 8 ming so'mdan ekan. Ondan tashqari, ina bunda futbolka shortiklar bor, 35 ming so'mdan sotilib turgan, hammasi bahosi 25 ming so'm bo'lib qolibdi. Yozgi, qishki hamma narsa topsangizlar bo'laveradi. Ina bu klassikalarimizni ko'rishingiz mumkin, lyuks variant, ichida hamma narsasi bor. Yozgi, qishki, mana avtomobil uchun ham sidinalari bor ekan. Bu klassikamizda do'konlarni Shovotdanmi, Urganchdami, Liboy do'kona borib kelsangizlar 3 million 200 ming so'mdan hech yerda bermaydi. Birganasi qolgan ekan, 2 million 200 ming so'mga siz klientlarga berberjak. Ina bu yerda ko'rib turgan bo'lsangizlar, Xitoy chisti sifatli narsalar ekan, lekin buni kiloga beraman deb turibdi. Bahosini ko'rsangizlar, har biri 120 ming so'm deb turibdi. Maslahat beradim, taraziga qo'ydirib kiloga olinglar. Kilo olsangizlar 80 ming so'm, 90 ming so'mdan tushadi ekan. Egizak farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, egizak klassikalar bor ekan. Bular narxi 1 million 100, 1 million 200 ming so'm sotilgan ekan. Hozir aksiyada ekan, birganasi qolibdi, 800 ming so'm deb turibdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ham qishki, ham yozgi, hamma narsasi bilan birgalikda. Kurtkalarimiz ham bor ekan, kurtkalarimiz ham shu 35-40% gacha aksiyada turibdi. Kimlar kiyim olib kiymaga qurb yetmaydi. Haqiqatdan ham muhtoj bo'ladigan bo'lsa, yana shunday bir polkani shunday muhtojlar uchun shunday kiyimlarni taqlab qo'ydi ekan, bu yerga kelib turib, haqiqiy o'zingiz muhtoj bo'ladigan bo'lsangizlar, vaziyatingizni tushuntirasizdan, o'sha yerda sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat bular bepul muhtojlar uchun, haqiqiy muhtojlar uchun ekan do'stlar. Xullas, do'stlarimiz, do'konimiz 14-dekabrdan boshlab rasman ochildi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu yerda narsalarimiz 40-30% gacha aksiyada turibdi. Bu aksiya faqat 31-dekabrgacha amal qiladi. Hammangizni 14-dekabrdan boshlab do'konimizga taklif qilamiz.